Bizning o'limimiz abadiy bayramdir. Buning siri nedir? Yolg'iz Allohim bilguvchidir buni. Xonadonlar oynasidan ichkariga kirib borgan quyosh nuri oynalardan bo'lak-bo'lak bo'lib kirgani bois bu nur bo'linib ko'rinur. Lekin barcha uylarning oynasi yopilib qolsa, bu bo'linish butunlay yo'qoladi. Uzum shodasidagi uzum donalarini sanash mumkin. Faqat uzum suvini siqib chiqarsa, sharbatdagi shirada hisob yo'qdir. Aslida o'lim Allohning nuri ila tirik insonning ruhi vujud zindonidan qutulishi demakdir. O'lib ketgan insonni yomon dema, yaxshi ham dema. Chunki ular yaxshilikdan ham, yomonlikdan ham ozod bo'lganlar. O'zingni Alloh yo'liga bag'ishla. Har kimni yomon ko'rma. Yomon ko'rsang bildirma. Buning uchun senga boshqa ko'z, boshqa qarash berilsin. Boshqalarning aybini ko'rmasang, senga berilgan o'sha ko'zlar asl ko'zlaring bo'lur. Hech kim u ko'zlardan yashirina olmas. Agar ko'zlaring Alloh nuri bilan boqsa, basorati ravshan bo'lur. Agarki barcha nurlar Alloh nuri bo'lsa-da, sen hammasini haqiqat nuri deyishga shoshilma. Boqiy va so'ngsiz bo'lgan nurgina Alloh nuridir. Foni va o'tkinchi nur vujuding sifatidir, jisming sifatidir. Ey Allohim, sening lutfing va ehsoningni ko'rmishdir u. Shuning uchun ko'zlari senga bo'lgan mehrla to'lgan. U ko'klarga 7 qavat osmondan ham balandroq yuksalib izlar seni. Yo unga jamolingni ko'rsat, yoxud bu jur'ati, bu aybi sababli uni eshigingdan quvma.